Ba'zan dahshatga tushasan, to'g'rimi? Bu boshimga kelgan muammolarni qanday hal qilaman deb. Ichkaridan zarba olasan, eng yaqinlaringdan zarba olasan. Bir qaraysan moliyaviy muammolar, bir qaraysan sog'ligingda muammolar. Inson dahshatga tushib qoladi. Shuncha muammoni men qanday hal qilaman deb. Endi mana bu jumlani eshiting. Dahshatga tushgan payting Ibrohim haqdiy kabi ko'raylik Robbim ne aylarsa go'zal aylar degan. Haq barcha ishlarni xayr aylar, yaxshi gumoningdan hech yuz o'girmagil. Orif inson kuzatar buni sukut ila, Robbim ne aylarsa go'zal aylar. Panjara ortidan kuzat, ularni ichlariga kirma. Bu so'zlarning ichi g'ich ma'no. Buni ma'nosini anglab yetsangiz juda ham chiroyli. Kirmagil ichkariga, panjaralardan kuzat. Bu qanday payti? Muammolar payti. Va dahshatga tushib qolgan payting. Ishonavering, irodali bo'lsangiz natijasini ko'rasiz. Tasavvur qiling, tashqarida sovuq bir bo'ron bo'layapti. Men esa deraza, panjara ortidan kuzatib turibman. Men esa shu derazani ochmasam ichkariga sovuq kiradimi, yo'qmi? Kirmaydi. Bu yerda ham shuni nazarda tutyapti. Ya'ni buni chetdan turib kuzat. Tashqaridagi iflos oqimga qo'shilma demoqchi. Buni ma'nosi aynan shu. Ko'rib turganingizdek tashqarida bir balolar bo'layapti. Har xil turdagi iflosliklar, haqoratlar, barto'da hayvonlar. Demak, tashqarida nima bor? Dahshatli holat bor. Derazani ochmasam, ularga qo'shilmasam, u yerdagi iflos havo menga yoqadimi, yo'qmi? Yo'q. Aynan shuni aytyapti. Bu dunyo o'tkinchi. Unga bekordan bekorga ko'nglingni bog'lama. Lekin afsuski biz ushbu muammolarga o'zimizni suqib qo'yapmiz.